Eshitamiz, lekin eshitolmaymiz. Rahbariyatdan bekitgan siringiz. Bizda ichkariga katta sumka kirishi mumkin emas. Kirib ketib qoladi, so'rashadi, nega kirib ketdi deb. Ko'rgan bo'laman, ko'rmaganligiga olaman. Kim bu? Toshkan xo'jayini. O'tgan safar 3 kun kelmadim-ku, tishim og'ridi deb. O'shanda o'rtoqlarim bilan dachaga chiqib ketdim. Mazzami sizlarga, mazzami. Do'kondan doim skidga urdirib kiyim olaman-u akamga deb. Lekin akamga emas, uning yigitimga olaman. Faqat ishdan bo'shatmanglar. O'zim xursand bo'lsam bo'ldi-da. Xo'jayin meni har doim filiallarga jo'natib yuboradi-da nazoratga. Men filiallarga bormayman-da, kvartiramga borib uxlab qaytib kelaman. Bizni loq deb o'ylaydi bular. Oyna oxirida xo'jayin hisobot so'raydi, lekin bilmayman, vaqtim yetmaydi. Good morning. O'tgan safar televizor tushib ketib singandiyu, o'shanda men sindirgandim. Bitta urib. O'tgan hafta kassa apparatimiz ishlayapti degan edimi? O'shanda qo'limdan tushib ketib singan edi. Rahbariyatga yangi sinovga beringlar degan edim. Lekin ishdan olish yo'q. Assalomu alaykum, bratim, qandaysiz? Har doim menejerimiz oyoq kiyimlarini razmerlab ketinglar deydi, lekin men hammasini buzib ketaman. Aybda stajyorlarga to'kib qo'yaman. Asta o'zim qilgan bo'laman. Nima qilyapti bu?